Prezident ta'lim muassasalari agentligiga qarashli Ishtixon tumanini ixtisoslashtirilgan maktabida O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Samarqand viloyat kengashi tomonidan korrupsiya taraqqiyot kushandasi mavzusida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tadbirda O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi Samarqand viloyat va tuman kengashi mutasaddilari, deputatlar, Ishtixon tumanlararo iqtisodiy sudi sudyalari, tuman adliya bo'limi xodimlari ishtirok etib, unda korrupsiyaning taraqqiyotga ta'siri va uning oldini olish bo'yicha muhim masalalar muhokama qilindi. Bugun korrupsiyaning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, jamiyatda xulq-atvorni yaxshilash va fuqarolarni ongli ravishda bu illatga qarshi kurashga jalb qilish masalalari muhokama qilindi. 1-apreldan boshlab O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyamiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish oyligiga start berildi. Aynan bu dolzarb tashabbus bilan Adolat partiyamiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish, korrupsiya illatini bo'yicha butun jamiyatimizni faollikka chaqirishni demak biz partiyamiz tomonidan maqsad qilib oldik. O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bilan birga hamkorlikda o'zimizga chora-tadbirlar demak ishlab chiqdik va aholimizni faollikka chaqirish maqsadida davra suhbatlari, uchrashuvlar demak belgilab oldik. Bu uchrashuvlar, davra suhbatlari demak fuqarolar yig'inlarida, idora va tashkilotlarda, shu jumladan maktabgacha ta'lim va maktab muassasalarida hamda oliy ta'lim muassasalari, texnikum kollejlarda, shu bilan bir qatorda demak tibbiyot sohasi vakillari bilan ham demak uchrashuvlar, davra suhbatlar tashkil etib borilmoqda. Bugun yoshlarimizda o'sha korrupsiyaga qarshi kurashish hissini demak shakllantirish bu muhim vazifa hisoblanadi. Har qanday jamiyatda ham demak korrupsiyaga qarshi kurashish muhim omil va vazifa deb hisoblanadi. Tadbirda bugungi kunda korrupsiyaning oldini olish va adolatni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish eng dolzarb vazifalarimizdan biri ekanligi alohida qayd etildi. Ishtirokchilar ham bu boradagi taklif va mulohazalarini bildirib o'tdilar.